Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Raydan Uzaman va bugungi videoda men qamoqqa tushib qoldim. Ha do'stlar, qamoqqa. Lekin Minecraftda va men bu qamoqdan qochishim kerak. Antaxonlar eshitib qolmasin, qochishim kerak. Do'stlar, agarda videomiz yoqsa, videomiz boshlanishini xohlasangiz, like bosib qo'ying, obuna bo'ling va hammaga rahmat va boshladik. Davolvam shu ochiq, hozir ovqatlanishga chaqirishlik kerak. Bizga 5 ta steak berib qo'yishga, ochiq holda ovqatlanishimiz kerak. Do'stlar, ovqatlanishga. Ana do'stlar chaqirishdi bizlarni, qani ketdik. Assalomu alaykum, bizlarni ovqatlanishga chaqirishdi. Yaxshimi, sog'lik yaxshimi? Bo'pti. Men ketdim ovqatlanishga. Kalit kerak bo'ladi do'stlar bizga. Kalit Bo'ldi. Maksimal bilmayman, bolalar ovqatlanishga. Bolalar yana bitta keldi topolma. Birinchi ishdan ekan. Shu hammasi yaxshi bolalar. Basti ekan. Assalomu alaykum. Men hozir ovqatlanishga kelishim kerak edi. Прогулка ovqatlanish nima bo'lsa ham rahmat. Bo'pti. Bolalar, qamoqda bitta o'zimman va mana bitta parkurda men birman. Hech kim qaramasa o'zim o'tishni bilaman. Do'stlar, hech kim qaramayapti. Ketdik davay. 1 hop. 1 hop. Voy, chiqardi. 1 hop. 2 endi. Mana mashqga chiqishim kerak bo'lsa kerak. Hop. Qo'llachman, qochib ketdimmi o'sha dotdim. Lekin ana kalitantda bor, lekin qarab ko'rish kerak. Yo, sindirib bo'lmaydi bolalar. Mana okey. Kalitni olaman, qaytib chiqaman. Nima bu? 3-ishuda nimadir 3-ishuni ochib beradigan nimadir. Endi 1-ishu, 2-ishu, 3-ishularni bola topishimiz kerak. Va bolalar ozgina qo'yvor. Tushdim bolalar. Ketaman, men ovqatni yeb oldim. La. Voy, kalti bosib qo'ydi-da. Voy, shu qani mana shu. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kirib bo'lmaydi bu. Hop, ketdim. Do'stlar, men hozir 1-ishuga o'tib bordi va bu yerda tushunarsiz qorong'ulik va sal qanaqa. Yo, mana 1-eshik nima ekan, 2-eshikga olsa. 1-eshik endi o'tar. Yaxshi emas. Hop, 3-eshik. Yo'q, 3-eshik. Nima qildim? Voy bolalar, endi chiqishni o'ylashga qanaqa chiqaman bolalar bu. Yo, bu kaltli. Voy bolalar, bu kaltli. Endi menga qiyin ish qilib qo'yadi. Mayli, men babiram chiqib ketaman. Bola birinchini sindirdim, qo'lim shunaqa qo'ryapti. Ikkinchisini sindirishim kerak. Bu ish bilan kalti juda ham yomon ekan. O'zim kuchim bilan qochishga harakat qilaman. Yo'q, mumkin emas ekan qochish bolalar. Mumkin emas ekan, urdi meni hozirda. Voy bolalar, endi ancha qiyin bo'ladi bolalar. Bolalarni taxramani qarayapti, shuni sindirganimni ko'rdi va urishni boshladi. Debsam bu qamoqda tiqilib qoldim, lekin menda ideya bor. Xo'sh. Prasмотр versiyaga. Hop. Ay do'stlar, men urishyapti, qochish kerak bolalar, maksimalni. Yo'q. Ay, bolalar o'ldirishdi. Bu degan yana qamog'imga qaytaman. Bolalar men shu turgan ekan. Men yaqinda sezdim, o'g'il bola gap bolaman, shuni yaqinda sezdim bolalar. Endi sekin mana bilishga. Bu ish bo'lgan ekan bolalar. Men boshda sezmagan ekanman
Va mana mamutda qatqadir tepaga chiqish yo'li bor bo'ladi. Estet sindirib, estet chiqish kerak. Bolalar hozir da bo'ladi. Hop, aneni tezda chiqish kerak. Bolalarga sizlarga kalti kurs, mana shu ishni ko'rsatib olganim haligacha alam qoldi. Videoni yoqmay qo'ygan ekanman. Bu bizga nimada? Hoppa. Ikkinchi ishu. Ikkinchi ishu, lekin bu kalit juda yomon bo'lishi mumkin. Bolalar ikkinchi ishuni chunki o'tgan safar men qaysi ishuni davay. Davay. Men qanaqa tafsirlagan bor? Mayli bolalar. Yo'q, yana. Mana qaraydi. Bitti. O'xshamayapti bolalar. Qaytadan to'g'rilam bolalar, menda hozir bitta ideya bor. Buni nimaga berishganini men o'zi tushundim. Bolalar mana da bolalar miyam yetib keldi va nihoyat. Hop, 1 2 hop. Vay bolalar, ozgina. Xo'sh. Давай bolalar. Ну, короче, bolalar. Hop. Vay! Bolalar, meni miyam ishladi va men hozir buni o'taman. Da o'taman. Men o'taman bolalar. Bolalar, ozodlik deb baqirgan paytim shunday narsalar bo'lib qolsa yoqmaydi-da. Mayli, hoppa. Что отключать? Yo'q, chat emas, menga hozir voshim. Hop. Bo'ldi, bolalar, ozodlik. Nima? Lo'xlama o'zi qochib ketyapman, sallan o'tiruvlaring. Mana meni bizaman bolalar. Va nihoyat ozodlikka chiqsak-da, bolalar, bu qamoqda qochgan bo'lami? Yes, bolalar. Hop. Yo bolalar, chitlar ustiga bosdim, mana o'sha server anaqasini, короче, bolalar qochdik. Va nihoyat bolalar, biz qocha oldik, lekin bizga ozgina mana bunday narsalarni tiqib qo'yishdi. To'g'ri, biz qochdik, lekin bolalar, agarda bu yerda nimani sindirmasa, nimanidir buzmasa, qochish вообще невозможно bolalar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat. От души спасибо, лайк, обуна uchun, lekin bu qamoqda buzmasa qochish невозможно edi. Пока-пока bolalar.